Assalomu alaykum. Bugun men sizlarga qanday qilib multi-levelning listening qismidagi part 1 da ishlashni ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yerda namuna keltirib o'tilgan. Bu xuddi imtihonda ham aynan shunaqangi o'xshash namuna beriladi. Va bunda biz nima qilishimiz kerak? Avvalambor agar oldin bunga o'xshash videolarni ko'rmagan bo'lsangiz, tushuntirib o'taman. Bu yerda ikkita inson gaplashadi va bittasi gapidan so'ng ikkinchi odam nima deyishini topishimiz kerak. Misol uchun how are you deydigan bo'lsa, bu odam nima deb javob beradi? Tabiiyki I am fine deb javob beradi. Shunga mos javobni topishimiz kerak. Endi bu yerda namunalarni 30 soniya tahlil qilish uchun vaqt beradi, lekin birdaniga o'ylab ko'rishimiz kerak. Agar bilmagan so'zlarimiz bo'lsa, tagiga chizishimiz juda ham foydali. Lekin buning darajasi A2 levelda deyarli A2 levelda bo'lgani uchun u qadar qiyin so'zlar berilmaydi. Odatda faqat bizning logikamiz biroz kerak bo'ladi. Endi hozir audioni yoqaman va qanday ishlash jarayonini bosqichma-bosqich ko'rsatib boraman. National System of Assessment of Foreign Language Proficiency. Listening paper. The listening paper consists of 6 parts. In each part, you will hear the recording twice. In each part, there will be time for you to look at the questions before you hear the recording. You can write your answers on the test booklet. At the end of the test, you have to transfer your answers on the answer sheet. Now, look at part 1. Part 1. You will hear some sentences. You will hear each sentence twice. Choose the best reply to each sentence. Now, you have 30 seconds to look at the questions. Xo'sh, mana bu yerda tayyorlana olish uchun vaqt berdi. 30 soniya davomida siz belgilab borishingiz mumkin bilmagan so'zlaringizni. Hozir audio yoqilgandan so'ng ishlash jarayonini tushuntirib o'taman. Speaker 1. How often do you play tennis? How often do you play tennis? Xo'sh, speaker 1 deganda bu yerda qanday topish kerakligini tushuntirib o'tmoqchi edim. How often do you play tennis? Biz birinchi navbatda savolni tushunib olishimiz kerak. How often. Keyingi qismlari u qadar ham muhim emas degan bo'lardim yoki zamoniga qarab o'tirishimiz kerak, ya'ni tense'ga e'tibor berishimiz yaxshi samara beradi. Endi bu yerda how often dedi. E'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni qanchalik tez-tez. Qanchalik tez-tez bu yoqni tushunmadik ham deylik. Qanchalik tez-tez with my new rocket. Qanchalik tez-tez endi aytadigan bo'lsak, yangi raketga bilan tushmaydi. Ya'ni qanchalik tez-tez siz tennis o'ynaysiz dedi. Tennis klubda bu ham tushmaydi. Bittagina bizda qoladigan javob once a week, haftasiga bir marta. Qanchalik tez-tez tennis o'ynaysiz? Bu yerda to'g'ri javobimiz haftasiga bir martani belgiladik. Xo'sh, sizni eng tushunishingiz kerak bo'lgan narsa birinchi jumlani eshitish va birinchi so'zlarni tushunib olishingiz shart. Endi bu yerda qisman tushuntirib o'tmoqchiman. You will hear some sentences. Bu yerda aytib o'tmoqda o'zi. You will hear each sentence twice. 2 marta eshitasiz. Choose the correct reply to each sentence. Qaysi bir javob to'g'ri bo'ladi. To'g'ri agar speakerdan so'ng qaytarib aytadigan bo'lsak demoqda. Xo'sh, endi ikkinchisini eshitamiz va qanday ishlash jarayonini davom ettiramiz tushuntirishda. Speaker 2. How long have you been living in Hong Kong? How long have you been living in Hong Kong? Xo'sh, endi bu yerga keladigan bo'lsak, how long deb so'radi, ya'ni how long dedi. Endi how long qanchalik uzoq vaqt degan ma'noni anglatadi bu. Bu yerda davom etadigan bo'lsak ham 5 miles. Bu masofaga nisbatan ishlatilgan. Bunda agar bu uchun bizga how far deyish kerak edi. Bu avtomatik chiqib ketadi. Ya'ni 20 years ago degani 20 yil oldin. Bu qancha vaqtdan beri deganga bu ham tushmaydi. Bizda bor yo'q bittagina javob qolmoqda 20 yildan buyon. Mana bu javob bizga to'g'ri bo'ladi. 20 yildan buyon. Keyingisiga o'tamiz. Speaker 3. Where does the meeting take place? Where does the meeting take place? Endi birinchi savolni tushuntirib o'tmoqchiman. Where bizning asosiyimiz shu, ya'ni where does the meeting take place? Ya'ni uchrashuv qayerda bo'ladi dedi. Men faqatgina shu qismini tushundim ham deylik. Qayerda degan savolga soat 2 da deb javob qaytara olmaymiz, tabiiyki. C 12-xonada bu da to'g'ri, da deb javob bermoqda va
sotuv natijalarini qayta ko'rib chiqish uchun demoqda. Bu ham bizga to'g'ri kelmaydi. Shu boisdan bizning javobimiz B ni qabul qildim bu yerda. Speaker 4. Do you know Claudia? Do you know Claudia? Endi bu yerda qiziq holat yuz berdi. Do you know va ism aytdi. Xo'sh, asosiysi ko'rishimiz mumkin do bilan boshlandi. Albatta bilamizki do you like football? Yes, I do. Do you like basketball? No, I don't. Shunday qilib javob berishimiz kerak. Mana bu yerda juda ham chalg'ituvchi qayd etilgan yes, I know, lekin bizda javob berayotganda grammatik tarzda biz qanday javob berishimiz kerak? Yes, I do degan holda javob berishimiz kerak. Bu tushmaydi. Not to be grammatikasi ishlatilmadi, bu ham tushmaydi. Bizda faqatgina do bilan tushgani uchun mana shu javobimizni qabul qilamiz. Mana bu javobni qabul qildim. Keyingisiga o'tamiz. Speaker 5. Have you been waiting long? Have you been waiting long? Have you? Xo'sh, mana bu yerda qo'llanadigan bo'lsak have you been waiting long? Bu yerda ketkazamiz. Bizdagi asosiy narsa have you. Xo'sh. Anchadan beri kutayotganmidingiz? Bu yerda 6 mil uzoqlik. Qanchadan beri kutayotganingiz 6 mil uzoqlik bu yerga tushmaydi. Anchadan beri kutayotganmidingiz zalda bu ham tushmaydi. Bizda bor yo'q mana shu javob qolmoqda, ya'ni biroz daqiqalardan beri just a few minutes. Mana bu javobimizni qabul qildim. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, Speaker 6. Can I have extension 470, please? Can I have extension 470, please? endi buni savolga keladigan bo'lsak, can I have? Xo'sh, bu yerda can I have extension for qaysidir xona raqamini aytdi. Bizda asosiysi can berilgan. Ko'rishimiz mumkinki, toki 4 dan 17 gacha bu umuman tushmaydi. Ya'ni 4 dan 17 daqiqagacha bu amri mahol. Biroz kutib turing iltimos. Bu albatta biz ruxsat so'raganimiz uchun mana bu javob tushishi mumkin. Cho'zdirsam bo'ladimi o'sha xona muddatini deganda biroz kutib turingchi, ya'ni boshqa bilan bog'lanayotgan bo'lishi mumkin. Bu yerda esa keyingisida esa 4-qavat. Bu yerda u sizdan xonani muddatini cho'zdirsam bo'ladimi? Desa 4-qavatda deb javob qaytara olmasangiz tabiiy. Xo'sh, keyingisiga o'tamiz. Speaker 7. Would you like to see around the research center? Would you like to see around the research center? Would you like to? Xo'sh, bu yerda aytmoqdaki would you like to? Would you like to va gap bergan. Xo'sh, ko'rib turibmiz would bilan kelgani bois biz albatta bu yerda yes I like deb javob qaytaramiz, chunki bu yerda would kelgan. Bu yerda want deb javob qaytara olmaymiz, chunki grammatik jihatdan bular noto'g'ri. Lekin I'd love to albatta juda ham mos tushadi. Zero would ning qisqartirmasi bu yerda. Undan tashqari I'd love to ning o'zbekchada ma'nosi bajoni dil degan ma'noga keladi. Xo'sh, research centerdan nimadir deb o'tdi. Would bilan savol berdi. Shu yerda bajoni dil deb javob berish ancha to'g'ri keladi. Endi oxirgisiga keladigan bo'lsak, Speaker 8. Do you have any baggage to check, Mr. Howard? Do you have any baggage to check, Mr. Howard? Xo'sh, do you have any baggage? Do you have any baggage deb o'tdi. Bu yerda baggage. Bu yerda savolda sizda birorta bir baggage bormi demoqda. In my checkbox qanaqangi bu yerda albatta tushmaydi. Checkbook bu ya'ni daftarimda bor, yuk daftarimda bor deya olmaymiz. I did zamoni tushmaydi. Bu yerda do bilan zamon ko'rsatilgan albatta, bu ham tushmaydi. Shu boisdan birgina variantimiz qolmoqda. Faqatgina shu chamadon deb javob qaytarish tabiiy chiqadi. Ko'rishingiz mumkin savollarni suhbatni eshitayotganingizda avvalambor dastlabki birinchi so'zlarga e'tibor qaratishga harakat qiling. Juda ham asosiy key pointlar shu yerda bo'lib o'tadi va ularni belgilayotganingizda xato qilmasangiz kerak. Xo'sh, birinchi bu eshitish qismiga oid darsimizda bir part 1 ni tahlil qilib o'tdik. Keyingi sonlarimizda albatta biz part 2 larni tahlil qilamiz. Shu boisdan kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Quyida qayta o'tmoqchiman. Ba'zi videolar, keyingi videolarda buni tahlil bu test jarayonini tahlil qilib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.